Yurtimiz sotilib ketmayaptimi? Bu videomdan keyin balki meni qamab yuborishar, yolg'on ma'lumot tarqatasan, u bu deb. Lekin bu fakt. Xo'p, bir boshdan sanaymiz. Tillakonlar 8 tasi o'tib ketdi, Xitoylikligi. Yerlarimizning qancha hududlari Xitoylikligi o'zlashtirib berilyapti. To'g'ri, pulga sotyapti, islohot deydi, lekin islohot emas bu narsa menimcha, men shaxsiy fikrim. Lichna oddiy misol aytaman men. Bu 15-dagi mitingni nimalardir o'tkazishdi. Milliy bog'ga qaraq qilib bular bayroqlar bilan shuncha odam kirib ketdi. Nimaga munosabat, rasmiy katta munosabat xalqqa chiqib berilmadi? Axborot xizmati yaxshi ishlamaganidan xodimlarniki. Yoki gaz oddiy. 2024-yil kuz-qish mavsumida 672 million dollarlik gaz sotdik. Bu ham Xitoyliligi. Endi mana yangi qaror chiqdi. O'sha islohotlar qilinyapti. Gaz zapravkalarga kamera qo'yiladi. Nimaga kamera qo'yiladi? Davlatdan qarzi bo'lgan inson gaz quymaydi. Bu nima degan gap? Qanchalik darajada to'g'ri bu? Bu o'zi oddiy xalq gaz qo'yadi majburligidan. Bu oddiy xalq kira qiladi, ko'chada kamera ko'p bo'lgandan keyin qarzi bo'ladi. Nimada bu? Yanada gazni siqish, yanada ko'proq Xitoyga berishmi? Xitoyga biz ancha-muncha narsa berib olmayapmizmi mabodo? Endi men savol bermoqchiman. Siz yon atrofingizda qatlida yerlar Xitoyligiga berilyapti. Keyin bu videoni yurtimiz sotilib ketmayaptimi? Bu videomdan keyin balki meni qamab yuborishar, yolg'on ma'lumot tarqatasan, u bu deb. Lekin bu fakt. Xo'p, bir boshdan sanaymiz. Tillakonlar 8 tasi o'tib ketdi, Xitoylikligi. Yerlarimizning qanchadan